Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Lutfiyning Ayoqingga tushar har lahza gisu g'azali va tahlili. Ayoqingga tushar har lahza gisu, masaldur kim, charog' tubi, qorong'u. Tuturmen ko'zki, ko'rsam orazingni, ki derlar, oqqan ariqqa oqar suvi. Yuzimga tutdim ortiq oyu kundim, kishining ko'zdur, ore tarozu. Ko'zing qonimdin imanmas, ajabdur, ki qo'rqar, qayda kim qon ko'rsa, hindur. Tilar vaslingni, lutfi, qil ijobat, ki ayturlar, tiloganni, tilogu. Lutfi yozma adabiyot vakili. Biroq so'z san'ati tarixidan yaxshi bilamizki, dastlab og'zaki adabiyot yuzaga kelgan. Yozma adabiyot ana shu folklor zaminida paydo bo'lgan. Shuning uchun o'zbek mumtoz she'riyati taraqqiyotini xalq og'zaki ijodi ta'siridan ayri holda tasavvur qilish aslo mumkin emas. O'qiganingiz g'azal buning yorqin bir isboti yangliq jaranglaydi. Uni muallif tamoman o'zbek xalq maqollari asosiga qurgan. Har bir baytda shoir bittadan maqol qo'llaydi. Maqollar har bir baytda go'yo baytlar birinchi misrasida aytilgan fikrga bir isbotdek keltiriladi. Shuning uchun barcha baytlarning ikkinchi satri maqol bilan tugaydi. Shundan ham bilib oldingizki, shoir avval 5ta bir-biriga qofiyadosh so'z bilan tugaydigan maqol topgan. Shu tariqa g'azal 5 baytdan iborat qilib bitilgan. G'azal hazaji musaddasi mahzuf, ya'ni mafoilun, faulun vaznida yozilgan. Taqtesi va matla nihoyatda go'zal. U lutfiyga xos lutf bilan qog'ozga tushgan. Har lahza soching oyog'ing ostiga tushadi. Shuning uchun maqolda aytilganidek chiroq tubi, qorong'u. Bu yerda yorning yuzi aytilmagan holda oppoq nur taratib, yonib turgan chiroqqa qiyoslanyapti. Baytda keltirilgan maqol juda mashhur. Biroq hozirgi zamonda shamchiroq deyarli ishlatilmagani uchun bu maqol kam qo'llanadi. Holbuki sham yoqilganda kuzating, rostdan ham uning tubiga nur tushmaydi, shuning uchun u yer qorong'i bo'ladi. Baytdagi gisu so'zi sochni anglatadi. Tasvirlanishicha, yorning sochi har doim oyog'ining tubiga tushib turadi. Ikkinchi satrda maqol keltirish orqali shoir yorni zimdan tik turgan shamga o'xshatyapti. Endi ziyrak o'quvchi uning shamdek oppoqligi yuzining yonib turgan shamdek yorug'ligini tasavvur qilaveradi. Shoir yorning sochini ana shu qorong'ulikka o'xshatyapti. Maqolning kuchi bilan baytda ifoda ixchamligiga, shu bilan birga badiiy jozibaga erishilgan. Ikkinchi baytda lirik qahramon yorning yuzini, orazini ko'rishga ko'z tutayotganini aytadi. Axir, maqol borku, oqqan ariqqa oqar suvi. Bu maqol hozir ham ko'p ishlatiladi. Faqat endi u oqqan daryo oqaveradi shaklini olgan. Oqqan ariqqa oqar suv va maqoli asosan umidvorlik ma'nosida qo'llanadi. Baytda u aynan shu vazifani o'tagan. Bu maqol lirik qahramonning tuturmen ko'z degan fikriga mantiqiy asos sifatida kelgan. Axir, ariqda suv oqqanmi, yana oqadi. 3-baytda ham yuz tasviri izchil davom etadi. Shoir uni oy bilan kun, quyoshdan ham ortiq deb ta'riflaydi, chunki kishining ko'zi, tarozi degan maqol bor-ku. Bu yerda ham maqol lirik qahramon birinchi satrda aytgan fikrning tasdig'i sifatida qo'llangan. Chunki birinchi misrada mubolag'a qilinyapti. Bu gapimga shubha qilmanglar, demoqchi shoir, kishining ko'zi, tarozi, ya'ni u to'g'ri o'lchaydi, adashtirmaydi. Shu tariqa 4-baytda tasvir yuzdan ko'zga o'tib oladi. Lirik qahramon yor ko'zi oshiq qonidan iymanmayotgani, ya'ni qo'rqmayotganiga ajablanadi. Chunki axir hindi qayda qon ko'rsa qo'rqadi degan maqol bor edi-ku. Bu yerda ochiqdan ochiq ko'zing hindi deyilayotgani yo'q. Lekin ko'z tasviri bilan maqolda hindi so'zi kelishi zimdan shuni yuzaga chiqargan. Aksar hindlarning ko'zlari qop-qora bo'lishiga ishora qilingan. Lutfiyning dardi, yor vasliga yetish, yordan shu niyatini amalga oshirishini, ya'ni ijobat qilishini so'raydi. Sababi u tiloganni tilogu, ya'ni tilagan kishi tilagiga yetadi degan maqolga tayangan.
Ko'rinib turganidek, asarda boshidan oxirigacha irsoli masal qo'llash san'atidan mahorat bilan foydalanilgan. Buning badiiy tabiiy, badiiy estetik jozibasi bor. Bir qofiya tizimiga tushadigan shuncha maqolni topib, ularni ustalik bilan qo'llashi shoirning yuksak badiiy mahoratidan dalolat beradi.